Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-sonli qarori bilan bir nechta o'zgartirishlar joriy qilindi. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini olish, haydovchilik guvohnomasining imtihonlari, shuningdek jarima ballari bo'yicha yangi o'zgartirishlar joriy qilindi. Bu o'zgartirishlarni oddiy, sodda va tushunarli tilda sizlarga tushuntirib beraman. Demak, 2026-yil 1-yanvardan boshlab yangi turdagi A1 haydovchilik guvohnomasi toifasi joriy qilinyapti. Ya'ni o'sha mopedlar, skuterlar, shuningdek tezligi 25 km dan oshmaydigan va quvvati 0.125 kW dan yuqori bo'lmagan mototransport vositalariga yangi turdagi A1 haydovchilik guvohnomasi toifasi joriy qilinyapti. Ya'ni masalan, dastavkada ishlaydiganlar yoki qanchaydir ko'chada o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun yuradigan shaxslarga bu juda ham qulay imkoniyat bo'lyapti. A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qish kerak emas yoki avtomaktabda mana bu yezdaga chiqish kerak emas. Bemalol siz hech qanday o'zingiz tayyorlanib, kitobdan masalan, YouTube'danmi yoki mana bu yo'l harakati qoidalari kitobidan o'rganib, to'g'ri imtihon markaziga borgan holda imtihon topshirasiz va sizga imtihondan o'tsangiz A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi beriladi. Endi imtihon jarayonlari qanday bo'ladi? Imtihonga borganingizda sizga 20 ta animatsion test beriladi va o'shanda 16 tasini topsangiz, siz nazariy qismdan o'tasiz va amaliyga yo'naltirasiz. Amaliydan keyin ham imtihondan o'tsangiz, sizga A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi beriladi. Va siz o'sha bemalol mopedda, skuterda boshqara olasiz keyin. Endi mana bu qaysi toifadagi transport vositalariga taalluqli bu narsa yoki imtihon qanday bo'ladiligi haqida 2 oy ichida demak hukumat loyiha kiritiladi va bu bo'yicha yangi qaror chiqadi. Demak, hozirchadan shulardan iborat. Endi mana bu A, B, C, D pravasi bor shaxslar A1 olish kerak emas. Bularning o'zini pravasi mana bu yangi chiqayotgan A1 toifadagi pravani olish huquqini beradi. Ular to'g'ridan-to'g'ri boshqarib ketaveradi. Shuningdek, 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B prava olmoqchi bo'lgan shaxslar mana bu avtomaktabdagi nazariy qism bo'lgan kursda o'qish kerak emas, ya'ni o'sha 4 oylik yoki 6 oylik kursda o'qish kerak emas. Lekin amaliy qismda o'qish kerak bo'ladi va o'sha amaliy qismni o'zini o'qib, to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshiradi. Ya'ni avtomaktabda o'qish kerak emas nazariy qism uchun, faqat o'sha amaliy qismda o'qiysiz, to'liq kurslarni tugatasiz va bu bo'yicha ma'lumot elektron qayd etilib tizimda ko'rinadi va siz o'shani tugatganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri o'sha nazariy va amaliy imtihonlarga topshirasiz. O'sha imtihon markazidagi jarayonlarni o'tkazib, imtihondan o'tsangiz bo'laveradi. Bundan tashqari, demak mana bu istallarga o'rnatilgan fotoradarlar bor-ku, o'shalar 2026-yil 1-apreldan boshlab sizni qoidabuzarligingizga qayd etsa, bu o'sha sizni jarimalingizga hisoblanadi. Ya'ni o'sha 12 ballik jarimalingizga o'sha fotoradarlar ham qo'shiladi degani. Shuning uchun yo'llarda aynan o'sha fotoradarlar orqali qayd etilgan qoidabuzarliklarga diqqatli bo'lib, e'tiborli bo'lib, demak, jarimalaringizga bu qo'shilishini hisobga olgan holda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilamiz.